bitta nok daraxtidan 50 kilo mana shunday nok olib maza qilib daromad qilishni yoki oilaviy yeyishni xohlasangiz videoni oxirigacha ko'ring, sizga ko'chati va hosilini batafsil tushuntirib o'tamiz. Mana bu nokni kattaligini qarang, mana har bittasi 400 gram plus minus bo'ladi. Mana gurgutdan qancha katta bo'lib turibdi. Mana har bittasi 400 gram plus minus bo'ladi. Bu eng kattasi reklama bobini oldik. Mana hozir eng kichkinasi mana gurgutdan bu ham deyarli 2 barobar katta bo'lib turibdi. Mana shu yerda turgan noklar hozir bitta daraxtdan terilgan, mana kattaligi qanchalik katta? 50 kilo plus minus bo'ladi. Hozir buni ko'rinishi ko'm-ko'k bo'lib turibdi. Bu dimlanib mana shunday ustiga material yopib qo'yiladi. Ma'lum bir vaqtdan keyin mana videodagi rasmda qo'yamiz. Juda ham shirin, tovarni vidni bo'lib, zo'r bo'lib pishadi. Bozorda 20 mingdan 40 ming, 50 minggacha sotilaveradi. Eksportga balki undan ham ziyod ketar. Bitta mevadan 50 kilo hosil bermaydi deganlar uchun mana hozir isboti bilan bog' egasi, meva egasi ustozimiz agronom Bayon aka bilan suhbat qilamiz. Daraxtini ham, mevasini ham to'liq ma'lumotini beramiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, Sam Agro E'lon kuzatuvchilari. Mana nok mavsumiga ham yetib keldik. Yozning eng shirin, eng ta'mi go'zal bo'lgan noklardan biri bo'lgan Dushes noklarini bug'lash jarayoni ustida turibmiz. Bu o'zimizning bog'dan, men shaxsan o'zimning bog'imdan terim jarayonini mana boshladik. Das avvalgi mana terim jarayonini kuzatsalaringiz, Dushes nokini bug'lash arafasida turibmiz mana. Endi bu uchun bitta xona kerak bo'ladi. Demak, yelvizak bo'lmaydigan xonaga alohida kirgizib, tagiga dasturxon bironta material tashlaymiz-da, ustidan ko'rpachami, adyalmi bironta issiq bo'lgan materialni to'shab qo'yamiz. Hafta 10 kunda sap-sariq limonli svetga kiradi bu. Demak, shu mashhur Dushes noki mana shu nok hisoblanadi. Demak, bug'lashimiz deganda noklarni demak ikki xil pishish davri jarayoni ikki xil bo'ladi. Demak, pishish usuliga ko'ra noklar o'z daraxtda pishadigan noklar bor. Bular demak nashvati gruppasiga kiradigan noklar hisoblanadi va mana shu Dushesga o'xshagan bug'lanadigan noklar bor. Shu mana bug'lab pishiramiz buni. Daraxtda pishmaydi bu. Agar daraxtda turadigan bo'lsa, ichi qorayib qolishi mumkin. Bu Dushes navini ustunlik taraflaridan bittasi bu narsani qush yemaydi. Ya'ni daraxtda pishmagandan keyin qush ham bunga e'tibor bermaydi. 11 yoshli daraxt mana 100 kilo real hosili bor mana. Ko'ringizlar. Ichkaridagi uyda bug'layotganimiz 7-8 yillik nok demak 50 kilolar hosili bor edi. Mana bu hozir 11 yillik nokni ko'rib turibsiz. O'tgan yili 110 kilo hosil berdi. Bu yil mana shu holatda 100 kilo hosil bor. Manki birinchi navbatda nav tanlashga e'tibor beriladi. Ikkinchi navbatda sifatli ko'chat olishga e'tibor beriladi. Shu ikkita narsaga e'tibor berilsa, yaxshi natijaga erishgan bo'ladi inson. Demak, nav deganda birinchi navbatda har qanday navlar ham serhosil bo'lavermaydi. Ayniqsa nok mevasiga taalluqli bo'lgan joyi. Shundaki, ayniqsa mana shu Dushes biz aytayotgan sortimiz juda serhosil nav. Bu serhosilligiga asosiy sabablardan bittasi sifatida men aytamanki, payvand tagiga e'tibor beriladi. Demak, payvand tagi kuchli o'suvchi payvand tagi. Yovvoyi nokni urug'iga, urug' ko'chatga qilingan payvand uzoq yillar yashaydi, serhosil bo'ladi va serdaromad bo'ladi. Nokni payvand taglariga keladigan bo'lsak, payvand taglar asosan 3 ga bo'linadi. Pakana, yarim pakana va kuchli o'suvchi payvand taglar. Bizda endi nokka asosan yarim pakana va kuchli o'suvchi payvand taglar bor. Yarim pakanaga bu behi asosida qilingan payvand taglar. Bu narsa demak ko'p o'zini oqlamaydi. Behiga qilingan har qanday nok ham tutib ketavermaydi. Tutganda ham kasalliklarga chidamsiz bo'ladi. Ko'pgina holatlarda demak mikroelementlar, makroelementlar oziqani ham o'zlashtirishi qiyin bo'lyapti. Ko'ryapsiz keyingi vaqtlarda, lekin bu azaliy oldinda qadimdan qilib kelinadigan urug' ko'chatga ulangan payvand taglar birinchi navbatda suv masalasini hal qiladi, ya'ni ildizi o'q tomir bo'lgani hisobiga 6-7 metr chuqurlikgacha namgacha borishi mumkin. Va payvand tag, payvand ust bilan juda mos kelishi hisobiga kasalliklarga juda chidamli bo'ladi. Nokda ikkita eng xavfli kasalligi bor. Birinchisi bakteriyalik kuyish bo'lsa, ikkinchisi zamburug'lar faoliyati natijasida kelib chiqadigan kasalliklar va hasharotli kasalliklardan nok shirasi. Mana shu ikkita asosiy yoki 3 ta dushmaniga qarshi biz agrotexnik qoidalarni vaqtida amalga oshiradigan bo'lsak, biz mana shunday nokni, mana shunday serhosil, bozorbob, juda chiroyli, daromadli nokni ekkan bo'lamiz. Kuchli o'suvchi payvand taglarning afzalliklari haqida gapiryapmiz. Gapimizning asosi shuki, demak kuchli o'suvchi payvand taglar qanday afzalliklarga ega desa, yarim pakanalarga nisbatan hozirgi kunda bog'larda ko'p narsalardan bittasi, mana amaliyotlardan bittasi
Demak, tomchilab sug'orish masalalari dolzarb masala. Bu biz aytadigan kuchli o'suvchi hayvonotlar tomchilab sug'orishga muhtoj emas. Suv bor, yo'g'i bor, vaqtida suv bera olamiz yoki yo'q, bu ildiz o'zini namini, tuproqdagi yetarli namni ola oladi o'ziga. Va kerakli oziqalarni ham tuproqdagi zaxira oziqalarni ham o'zlashtira oladi. Aynan mana o'zimni bog'imdagi shu nokta yetishtirganimda oddiy mana bergan bo'lsam, azotli o'g'it berganman. O'sish uchun, yaxshi o'sish uchun, yaxshi novda berish uchun fosforli o'g'itlarga e'tibor berganman va kaliyli o'g'itlarga e'tibor berganman. Vaqtida hasharotlarga va kasalliklarga qarshi fungitsid va insektisidlarni vaqtida qo'llab kelganman xolos. Mineral o'g'itlar bersa, nur ustiga agar berilmay qolgan taqdirda ham bu kasallanib qolish yoki hosil bermay qolish yoki o'smay qolish degan narsalarni boshidan o'tkazmaydi bu nok. Bu yilgi 2026-yil bahor oyimiz juda seryog'in keldi. Bu vaqtda noklarga biroz bakteriyalarni kuyish kasalligi xosroq bo'ladi. Buni oldini olishning eng oson yo'li kazuminga o'xshagan, ya'ni bakteritsid, bakteriyalarga qarshi bo'lgan preparatlarni vaqtida qo'llanilganda, ya'ni noklar gullagan vaqtda sepilganda, bu muammoni 100% mana masalasi yechildi. Shu yil men buni kuzatdim va tajribadan o'tkazdim. Mana bu Eron noki, e'tibor beringizlar mana. Bu dushesdan farqli o'laroq daraxtda pishadi. Buni bug'lab o'tirishga hojat yo'q. Sentyabr oyining oxiri, oktyabr oyining boshida mezon shamolni yeydi, ya'ni xalq tilida aytganda mezon shamolni yegandan keyin terib olinadi va fevral-mart oyigacha saqlab yesa bo'ladi. Demak, mana bu Eron noklari ham dushesga o'xshagan juda mazali, shirin nok, faqat bitta farqli tomoni shuki, daraxtda pishadi va yeganingizda qarsillaydi. Bu Eron nokini ham ishonchli ko'chatlardan yetishtirib qo'yganmiz, ya'ni payvandtaglari kuchli o'suvchi yovvoyi nok payvandtaglari bo'ladi. Hozircha bizda mana shu yuqorida sanab o'tgan Eron va dushes noklarini ko'chatlari yetishtirilyapti. Noyabr oyida murojaat qilasizlar. Ushbu raqamlarga telefon qilsalaringiz, biz O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Dastavkalar bor. Ko'chatlari ishonchli, ya'ni naviga kafolat beriladi va payvand tagiga ham kafolat beriladi. O'sha ikkita narsaga biz kafolat beramiz. Eng yaxshi ekishning optimal vaqti noyabr oyi hisoblanadi. Noyabrning 10-15-laridan boshlab dekabr oyi ham eksa bo'ladi, hatto yanvar oyida ham eksa bo'ladi. Qachonki yer muzlamasa va o'ta sovuq bo'lmasa. Ulgurmay qolganlar diqqatiga, fevral oyida eksa ham yaxshi bo'ladi.